O'zbekiston 2025-yilda eng ko'p qaysi davlatlarga mahsulot eksport qilganini bilasizmi? Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2025-yilda O'zbekistonning eksport hajmi 33,8 milliard AQSh dollarini tashkil etdi. Bu ko'rsatkich o'tgan yilning mos davriga nisbatan 24% ga yuqori. O'zbekiston eksportidagi top 10 davlatlarga nazar soladigan bo'lsak, Rossiyaga 4,3 milliard AQSh dollari, Xitoyga 2,5 milliard AQSh dollari, Qozog'istonga 1,5 milliard AQSh dollari, Afg'onistonga 1,5 milliard AQSh dollari, Turkiyaga 1,1 milliard AQSh dollari, Fransiyaga 872,2 million AQSh dollari, Qirg'iz Respublikasiga 771,1 million AQSh dollari, Birlashgan Arab Amirliklariga 720,7 million AQSh dollari, Tojikistonga 683,1 million AQSh dollari va Pokistonga 325 million AQSh dollari miqdorida tovar va xizmatlar eksporti amalga oshirilgan. Sizga yana qanday statistika ma'lumotlari qiziq? Izohlarda yozib qoldiring.